Yakutiyada migrantlarga qarshi mitinglar bo'lmoqda. Assalomu alaykum. Siz Migrantlar YouTube kanalidasiz. Yakutsk shahrining Lenin nomidagi markaziy maydoniga migrantlarga qarshi miting bilan chiqqan aholi videolari insonni qo'rquvga soladi. Chunki migratsiyadan xabari bor har kim avvalgi Yakutiyadagi migrantlarga qarshi o'tkazilgan tartibsizliklar natijasidan xabari bor. Bu safar mitingga 26 yoshli yakutiyalikning vafoti sabab bo'lgan. Aytilishicha, Yakutsk shahrining Miyata nomli tungi klubida o'zbekistonlik va yakut yigitlar o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Mojarodan so'ng bir kun o'tib, 26 yoshli yakut internet orqali 18 yoshli tojikistonlik yigitning manzilini aniqlagan va do'stlari bilan uning uyiga borishgan. Shaharning Marxa deb ataluvchi shahrida tojikistonlik va yakut yigitlar o'rtasida urush davom etgan. Natijada har ikki tarafdan yigitlar bir-birini pichoqlagan. Pichoqlaganlardan bir nafari tojikistonlikning uyini topib kelgan 26 yoshli yakut shifoxonada vafot etgan. Bu voqea Yakut Telegram va WhatsApp kanallarida migrantlarga nafrat bilan yoritila boshlangan. Vaholanki tojikistonlik 18 yoshli yigit aslida Rossiya fuqaroligi bor, yakutlar kabi Rossiya konstitutsiyasi himoya qiladigan teng huquqli Rossiya fuqarosi edi. Natijada nafratga to'la ma'lumotlar Telegram va WhatsApp kanallari orqali mitinglar uyushtirilishiga olib kelgan. Shahar markaziy maydoniga oqib kelayotgan mahalliy xalqni tinchlantirish uchun Saxa Respublikasi Ichki ishlar vazirligi boshqarmasi boshliqlari kelib, jinoyatchi Rossiya fuqarosi ekanini va qo'lga olinib, tergovga qadar 2 oylik hibsda ekanini tushuntirgan. Provokatorlarning haqiqatni adovat maqsadida tarqatayotganini aytib, hammani tarqalishiga chaqirgan. Respublika rahbari Aysel Nikolayev ham odamlarga millatchilik qilmasliklarini, nafratdan uzoq bo'lishlarini, barcha ayblanuvchilar uchun qonun doirasida javobgarlikka tortilishini aytib murojaat qilgan. Maydonni tark etmagan mitingchilar noqonuniy mitingda ishtirok etgani uchun politsiya bo'limlariga olib ketila boshlangan. Adovat qo'zg'ash maqsadida yolg'on ma'lumot tarqatgan kanallar yurituvchilari noqonuniy miting tashkillashtirgani uchun javobgarlikka tortilishni boshladi. Lekin adovat va nafrat ipi cho'zilib, haligacha migrantlar ishlaydigan bozor va do'konlarga provokatsiyaga berilgan yakutlar bostirib borib, migrantlarni izlayotgani haqidagi videolar paydo bo'lmoqda. Maydonda ham mitingga tortilib kelayotgan yakutlar soni kam bo'lsa-da, tugagani yo'q. Qolaversa, shaharning markaziy qismida internet sekinlashtirilgani va ijtimoiy tarmoqlardan VPNsiz foydalanish imkonsiz bo'lib qolgani haqida xabarlar bor. Yurtdan olisda bo'lgan har bir musofirlarimiz, mehnat muhojirlarimizga sihat salomatlik tilaymiz. Migrantlar YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang.